Dog'lar, ajinlar, yuzingizdagi muammolar va aknedan keyin, husnbuzardan keyin qolib ketgan katta poralar hammasi joningizga tegdimi? Uy sharoitida vitaminli go'zallik ukollarini amalga oshiramiz. Demak, boshladik. Buning uchun bizga oddiygina zubachestka kerak bo'ladi va serumlar kerak bo'ladi. Serumlarimiz, Bellur serumimiz bu yuzimizni namlantirish uchun, ajinli yuzlar uchun, Kristal serumimiz esa yuzimizdagi dog'larni ketkazish uchun va poralarimizni tekislash uchun, Shafran retinolli serumimiz esa g'ijimlanib qolgan, qarib ketgan yuzlar uchun. Hamma o'zidagi yuz terisidagi muammoga qarshi bitta serumni olib foydalanamiz. Men hozir kristaldan foydalanmoqchiman. Kristal serumimiz tarkibida C vitamini va boshqa vitaminlar bo'lgani uchun terimizni tezda yoshartirib, oppoq qilib, dog'larni ketkazadi. Demak, boshladik. Toza, top-toza yuz teringizga serumni surtamiz birinchi bo'lib. Hozir men bitta tomoniga surtib ko'rsataman. Tozalangan yuz terisiga faqat kechasi amalga oshiramiz ushbu muolajani. Kechasi 7 kunda bir marta, bir haftada bir marta amalga oshirasiz. Boshqa paytlarda serumni faqatgina o'zini surtasiz. Zubacheskamizdan foydalanamiz. Tish kavlagichdan. Bu imkoni boricha mana shunaqa yopig'idan olasiz. Mana shu yerdan boshlaymiz. Har bitta biz zar urayotganimizda, har bitta tishga kirayotganda travma beradi teriga. Travma bergani hisobiga terida immunitet kuchayadi, taranglashadi. Immunitet yuz hujayralari immunitetni ko'tarishga va mana shu yerga butun diqqatini qaratadi. Shuni hisobiga mana shu yerda qayerga mana shu ignachaday qilib sanchganingizda o'sha joyda mayda kapillyar tomirchalari ham hammasi qon aylanishi, yaxshilanishi, massaj bo'lishi hisobiga teri yosharib boradi va yuzdagi muammolar keta boshlaydi. Demak, liniya bo'ylab sekin-sekin mana shunday bajaramiz. Birinchi liniyamiz har doim pastdan tepaga qarab qilinadi. Undan keyin ko'z atrofini ham qilamiz. Ko'z atrofiga sal yonbosh qilib, ozgina ko'z ustiga ham mumkin, ko'z ustilariga, qoshlarimiz taglariga, qoshimiz ustilariga, hamma joyga qilinadi. Lab atrofiga ham qilinadi. Va yuzingizdagi sevirtka tez so'rilib ketsa, yana qayta surtib qilasiz 5 daqiqa. 5 daqiqa yetadi. Kechasi ushbu muolajani amalga oshirib bo'lganingizdan keyin hamma o'zini yuz teriga moslangan kechki kremini surtib uxlaydi. Ertalabgacha yuzingiz tap-taring oppoq bo'ladi. Sinab ko'ring va natijangizni albatta yozib qoldiring. Sizchi, menda farqni sezdingizmi? Bir tomonim ko'tarilishni boshladimi?